Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar, aziz Munavvar kun dasturi muxlislari, e'tiboringizda siz kutgan, siz sog'ingan ko'rsatuv navbatdagi soni bilan barchangizni ekran qarshisiga yaqinroq kelishni taklif etamiz. Assalomu alaykum biz uchun qadrli bo'lgan muxlislar. Munavvar kunning navbatdagi soni sizning e'tiboringizda. Shu kunlarda Qirg'iziston o'z nomini Osiyo Kubogida futbolida tarixda o'z nomini yozib qoldirdi. Bizning oqshimqorlarimiz vatanimizga qaytib kelishdi, muxlislari ko'tarinki kayfiyatda ularni qarshi olishdi. Sizlerge жүктелген миссияны bir gana tatıklı atkırmasdan dünya yüzüne Kırgızistanlıklar sporttu kançalık sıyılap süyorun fırsat aldınızlar. Biz ham vaziyatdan foydalangan holda bugun dasturimizga Isroilovlar oilasi hamda tarixda ilk bor Osiyo Kubogida bizning birinchi golimizni raqiblar darvozasiga mixlab kelgan Ahliddin Isroilovni o'z oilasi bilan taklif etganmiz. Demak, Munavvar kun dasturi boshlandi. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. Assalomu alaykum, studiyamizga xush kelibsizlar. Munavvar kun dasturida sizlarni ko'rganimizdan bahoyatda biz xursandmiz. Assalomu alaykum. Juda xursandmiz sizlarni ko'rganinglardan. Qadaminglarga qasonat. Alaykum assalom. Sizlarga ham katta rahmat. Mana bizni oilamizni, mana bizni o'g'limizni shunchalik hurmat qilib chaqirganinglarga hammalarga katta rahmat. Shukrullo aka, o'g'lingiz bag'ringizga kelib xursand bo'ldingizmi g'alabalaridan? Albatta juda xursand bo'ldik. Bu yerda futbolni ko'rib bir xursandchilik, bu yerda Qirg'iziston eli kutib olganim bu juda ham katta bir xursandchilik bo'ldi. Bishkekda kutishib oldi, mana O'shda aeroportda, Qorasuvda mana hokimiyatlar, rahbarlarimiz juda chiroyli kutib oldi. Hammasiga katta rahmat aytamiz. Qimmatli futbolchilar, hurmatli Aleksandr Sergeyevich, hurmatli Semetey Alımbayevich, hurmatli Asqar Malqabilovich. Hazır bizning mamlakatda, bizning өлкөдө abdan жақсы bunday ma'nay o'rin oldi. Buna biz ko'ngil elimiz bir yürek bo'lib so'g'ilib, bir tamir bo'lib buna qag'ilib turdik. Sizlar ataqlı futbol державалары менен тең ата bo'lib, чыныгы buna jigitlik, arnamusты buna ko'rsatdinglar. Бүгінгі команданың әрбір мүшесі сыйлық қасиет татып тұрсыңар. Жастарға мен азы президенттің сатын тапшырам, сол тапшырының алдын айтқым келеді. Сіздердің келешегіңер дағы алдыда. Сіздерден біз дағы көп жеңістерді күтеміз. Бұйырса, ал жеңістер көп күттіріп айтты деп мен сенем. Алдыда сіздер дағы біздің Қырғызстандың futbolunun bayrağın köp mелдештерді biyi көтересіңер деп мен терең сенем. Крестенин Александр Сергеевич, Кыргыз Республикасының футбол бойынша ұлттық құрама командасының башқы машықтырушысы. Исраилов Ахлидин Шукурович.
Nasiba opa, mana onasiz, onalik hissiyoti, mana shu aynan gol urganda sizda qanday kechdi? Assalomu alaykum. Shu o'g'lim Ahliddin gol urganda hissiyotlarimiz ichimizga sig'may ketdi-da. Endi uni tushuntirib berish juda oson emas-da. Gol urgan mahalda hammamiz o'rnimizdan turib ketib, baqir-chaqir, u yoqdan bu yoqqa yugurib, o'zimizni to'xtata olmay qoldik. Keyin srazu nimalar, telefonlar kelib ketdi har tomondan. Tabriklar. Tabriklar, o'g'lingiz gol urdi, dadamizga ham, o'g'limga ham, endi hammamiz telefondan bo'shamay qoldik. Endi juda ham xursand bo'lib, haligi aytayapman so'z bilan hech ham tushuntira olmaydi-da u nimanichi. Onalik baxti farzandini yutug'i. Mana ilk bor mana shu sportga kirgan kunlarni esla olasizmi? Ha, eslaymiz. Mana shular haqida gapirib bering. Necha yoshdan boshlagan bu to'pni tepishni? Ahliddin o'zi kichkinaligidan juda futbolga qiziqasidi. Bu sabab amakisi futbolistda o'zi ham. Keyin qonda bor uchunmi juda qiziqib, o'sha amakisi yetalab yurib, sumkasini ko'tarasdi, kichkina bo'lib turib to'p tepasidi. 7 yoshdan уже nimaga anaqa sport shkolaga, o'zimizni Qorasuvdagi sport shkolaga yozilib, o'sha yerda to'p tepib yurgan. Keyin har xil turnirlarga qatnashasdi o'sha mahaldagilar. Bo'yi ham kichkina, o'zi ham kichkinagina bola edi, lekin hamma turnirga borsa ham обязательно или gramota, или nimasi, благодарность shunaqa narsalar olib kelasidi-da. Hech quruq qaytmasidi. Shunga biz juda faxrlanasdik. Shu bolamiz ham ajoyib futbolga rosa qiziqish yaxshi bo'ldi deb, lekin bunchalik серьезный futbolga kirib ketishini hech bir xayolimizga ham keltirmaganmiz. Lekin keyin уже shunchalik endi darajaga yetib, mana keyin Abdushatta futbolni nimasi akademiyasida o'qidi. Undan keyin Kiyevda. Endi Ahliddinni o'zidan ham so'rasak, mana siz ana shu yerda jamoa uchun jon berib, kurashib, g'alaba uchun kurashayotganingizda butun Qirg'iziston ahli, futbol ixlosmandlari juda ham biz berilib tomosha qilib turdik. Har bir sizlarda hujumiylarda biz juda ham bir ajoyib hissiyotlarni o'zimizda sezdik. Sizda qanday bo'ldi? İlk bor mana Qirg'iziston tarixida Osiyo kubogida birinchi marotaba gol urib keldingiz. Birinchi marotaba gol urish Osiyo kubogida qanday bo'lar ekan bu? Endi assalomu alaykum avvalambor. Shu biz Aziyaga chiqishdan oldin 4 yil harakat qildik. Shu bizning zadachamiz Aziyaga chiqish edi. Shu yangi trener kelgandan beri shunaqa ilojlar bo'lib qolib, shu oldiga qo'ygan maqsadimiz birinchi shu Kubok Aziyaga chiqish edi. Shu hech qachon chiqmaganmiz, bu bizning orzuyimiz edi. Shunga shu 4 yil o'ta qattiq harakat qildik, ko'p tovarishskilar o'ynadik, o'yinlarda. Keyin atborishnilarda o'ynadik. Atborishnilardan mana Xudoyim bizga omad berib, atborishnilardan chiqib, yana chempionat Aziyaga bordik. Mana bu yerda hamma o'ta chempionat Aziyadan oldin shu Qatarda birinchi zborlar bo'ldi. Issiq mamlakatlarda issiqqa ko'nish uchun bir oy u yerda 2 mahaldan rosa kuchli trenirovkalar qildik. Hayolimizda to'lka Aziya birinchi zadachamiz saperniklarni bilgandan keyin gruppadan chiqish edi. Hamma oldiga qo'ygan maqsadlarimiz gruppadan chiqish edi. Gruppada bizni o'ta nima desam bo'ladi, chempionat mirda o'ynagan saperniklar kutdi. Koreya, Xitoy, ular futbol olamida kuchli zbornilardan bittalaridan, Osiyoda eng kuchlilardan bittalari. Shunga ulardan hech qanaqa qo'rquv bo'lmadi. Chunki haligi bizda bari желание ko'p bo'ldi-da, hayolimizda to'lka oldiga birinchi golga keladigan bo'lsak, bu hamma komandani zaslugasi,
gol uradigan odam только u tochka qo'yib qo'yadi oxirida. U gol uchun hamma varatardan boshlab защитник, polzащитник hamma harakat qildi. Ash tochka qo'yish menga kelgani uchun men juda xursand bo'ldim. Bu tarixiy gol, bu istoriyada qolib ketadigan gol, lekin bu gol uchun hamma harakat qildi. Keling, ana shu jamoadagi do'stlaringiz bilan hamjihatlikda birgalikda bir yoqadan bosh chiqarganlar uchun juda ham g'alabalarni ko'rsatib, biz muxlislarni juda ham xursand qildinglar-da. Jamoadagi do'stlaringiz bilan, ular bilan olib borgan ish faoliyatinglar haqida aytib bering. Vitaliy Luks haqida, hat-trikka erishgan gollari haqida. Endi Vitaliy Luksga kelsak, u Germaniyadan, o'zi mana shu Qoraboltada tug'ilgan, keyin oilaviy ko'chib ketishgan Germaniyaga. Ash yerda vaqt o'tib, keyin shu o'zini желанияsi paydo bo'lib, men Qirg'izistonda tug'ilganman, mana shu yerda sborniysiga o'ynayim kelyapti deganda bizni federatsiyadagi prezidentlar qayta chaqirib uni pasportlar berib, o'ynatishdi. Unaqa nemislardan bizda 3 tasi bor. Shu Edgar Benhard bor polzashtida, keyin Viktor Mayer degani bor, lekin u jarohat olib, Qatarda bo'lgan zborda uni o'ynamasdan uyga ketib qoldi. Mirlan Mirzayevning o'yinlari haqida, terma jamoada ishtirok etish bu tez muddat ichida tez do'stlashib ketish kerak bo'ladi-da. Shular haqida aytib bersangiz. Endi bu yerda ko'p o'zgarish bo'lmadi, chunki biz hammamiz bir-birimizni oldindan taniymiz. Ko'p yildan beri birga sborniyda o'ynab kelamiz. Hamisha kelganda o'sha u yerda katta kichik bo'lmaydi sborniyda. O'sha hammamizda bitta zadacha bor. Только chiqib, yurtimizga nima desam bo'ladi, yutuqlarni olib kelish. Bayrog'imizni yuqoriga ko'tarib. Shunga o'sha trenerdan ko'p narsa zavishit qiladi-da. Kelganimizda o'sha xayolimiz, boshqa narsalar unutiladi. Hamma o'zining klublari bor-da boshqa o'ynaydi. Sborniyaga kelganda o'sha hamma unutilib, только sborniyda zadachasi bo'ladi. Shu yerda o'sha hammamiz yana inoqlashib, shu yerda только trenirovkada birga поддержка qilib, bir-birimizni shunaqa davay deb bir-birimizni поддержка qilib, shunaqa qilib только yutuqqa chiqamizda o'ynashga. Shukrul aka, sizga savol bermoqchiman. Elimizga, yurtimizga g'alaba olib keladigan sportchini yetkazish bu juda ham murakkab ishda. Farzandingizni sportga olib borgan kunlaringiz haqida aytib bersangiz, sport maktabidagi mashg'ulotlari haqida aytib bersangiz, yoshligida qanday bo'lgan? Mana hozir ayasi aytib o'tib ketdi. Shu 6 yoshidan maktabga olib borib kelardik. Shu stadion yo'limizda. Stadion ketyapti, yig'lab o'zi dada men mana futbolga olib boring, men top tepmoqchiman deb. Buni amakisi shu Jashtiq Aqaltinda chempion Qirg'iziston bo'lgan futbol bo'yicha. Unali travmalarni ko'rib biz qo'rqib, bolam qo'y sen endi futbolist bo'lmagin, juda og'ir travmalari bor deb nima qilganimizga qaramasdan yo'q deb turib oldi. Bo'pti deb men futbollarga olib bordik. Mana 5-6 yil bu yerda trenirovka qildi. Undan keyin 12 yoshida Abdushata klubi ochildi, yangi sport maktabi. U yerga olib ketishdi. Yerda 1 yil yurib, undan keyin Abdushata bilan Moskvada turnirga bordi. Shu yerda yaxshi ishtirok etib, Dinamo Kiyevda trenerlar nazariga tushib, yerdan kelib buni kontrakt asosida olib ketishib, yerda mana 12 yil yurdim. 12 yil yurib, shu yerda maktabni bitirdi. 1-ligasida 3 yil o'ynab berdi. Mana travma olganda biz ham qo'shilib jonimiz og'riydi, yig'lasa yig'ladik, xursand bo'lsa xursand bo'lib yuribmiz mana. Nasib opamga savolim bor. Nasib opa, mana shu travma olganda siz ham joningiz achib qolgandir-a? Mana shu mahallarda bo'ldi bolam, qo'y mana shu ishingni degan savollar bo'lganmi? Albatta, ona sifatida futbol, har bitta futbolni ko'ramiz, internetdan topib bo'lsa ham ko'ramiz. Shunda Allohdan tilaganim shu bolam, ne только o'zim bolam, vесь komanda travma olmasin, hech qanaqa jarohat olmasin deb ichimdan tilab turaman-da. Nimaga jicha yiqilib yo bir tepib nima qilsa ham xuddi o'zim o'sha nimani yegandek bo'laman-da. Hali jonim og'rib ketadi-da. Shunga keyin lekin endi travmalarni bildirmaydi. Hech ham manaqa mayerim og'riyapti, u yerim og'riyapti deb ham hech kichkinaligida ham unaqa deb kelmasdi-da. Hali biz qarshilik qilib qo'ymasin debchi, futbolga nima qilib bormasin demasin deb travmalarni bildirmaydi.
endi Allohdan tilaymiz shu bez travma yaxshi o'ynab olsin deb tilab nima qilib kelamiz har doim. Alloh saqlaguvchi o'zi har doim. Ahliddin yoshligida sho'x bola bo'lganmi yo yuvoshmi? Sho'x bo'lib, unaqa sho'x emas edi. Lekin organizator edi-da. 5 mahalladagi bolalar to'plab futbol o'ynataverasdi o'sha kichkinalik mahallada. Mahalla qilib, to'plab, o'ynatib, o'zidan kichkina bo'lam, katta, ko'proq o'zidan kattaroq bolalar bilan do'stlashishni yaxshi ko'rasdi. O'zi nimasi bo'yicha. Har doim shunaqa mahalla turnirlar o'tkazib bilan u yoqda narigi mahallada yuram, haligi Qorasuvda mahalla bor-da, ashlarga kelib borib uyushtirib, shunaqa qilib yuraverasdi-da kichkinaligida. Demak, xayoli, fikri faqat futbolda bo'lgan ekan-da. Shu futbolga jo'natmay qo'ymasin deb, turnirlarga jo'natmay qo'ymasin deb uydagi ishni ham qilishni o'lgisdi-da. Bizda endi men ertaman kechga ishda, dadamiz ham ishda, ertaman kech payt kelsam, uyda ishini ham shunaqa chiroyli qilib qo'yasdi-da. Yig'ishtirib, idish-bidishlari ham yuvib, lekin shu nimasiga lish bo'pti, borsin, futboldan anaqa отказ qilishmasin deb hamma yoqqa o'lgisdi. Futbol uchun jonini bergan bola shu bola bo'ladi. Ahliddin, mana yoshlikdan ham juda ham qiziqqansiz, amakingiz bunga sababchi bo'lgan ekan bir tomonlama. Professional sportga kirib kelishingizda ilk murabbiyingiz haqida aytsak, murabbiylaringiz haqida suhbat qursak. Endi Qorasudan boshlangan murabbiylar bu Viktor Mixailovich degan shunaqa o'ris odam bo'lgan, juda kuchli bo'lgan, ya'ni bir Qosimov, Nishonboy degan ham bo'lgan. Ashlar endi ilk bor ashlar bilan boshlaganman. Keyin Anjanga ketganman, 12 yoshimda. Anjanga borib, shu yerda o'qib, jicha bir yarim yilmikin litsey, futbol litseyida. Keyin o'sha shu yerdan Abdishata degan futbol klubi ochilgan Kantda. Bishkekda, Kant shahridami? Shu yerga chaqirib ketishgan. Shu yerda yana keyin уже серьезно boshlanganda hamma уже nima desam bo'ladi, rejim bo'yicha hamma yo'q. Только futbolda o'ylaganmiz u yerda emas. Только futbol hamma sharoitlari o'ta chiroyli sharoitlar qilib berishgan, только o'ynarsin deb. Ko'p turnirlarga chiqardik. Bitta turnir Moskva bo'lib qolgan. Shuni orqasidan уже katta futbolga nima desam qadam qo'yishni boshlaganman. Yurtimizdagi klublarda o'yin o'ynash bilan bir qatorda yana xorij komandalarida ham to'p surar ekansiz. Dinamo klublari haqida aytib bersangiz. Endi birinchi marta Moskvaga borganmiz, unda 13 yosh edim. Moskvaning turnirida o'ynab, Dinamo Kiyev bilan o'ynaganmiz. 3-mi yo 4-o'yin bilan o'ynaganmiz. O'yin 0-0 bo'lib tugagan. O'yinda bitta o'yinchi bilan urushib ketdim. O'yinda emotsiyalar bo'lib ketadi-da, hali moment bo'lib nima oyoqqa tegib qo'ysa, shunaqa emotsiyalarda уже so'kinmali nima bo'lib ketib qolasiz, qizishib. Shundan keyin o'yindan keyin уже razdevalkaga kirib o'tirsak, treneri kelgan. Treneri kelib, men trenerimga aytgan, bu narsalar degan, shundan keyin trener bor chiq, seni chaqiryapti degan. Men qo'rqib meni so'kanmikin deb keyin chiqsam, shundan keyin как тебя зовут degan. Меня зовут Ahliddin desam, "Хочешь в Dinamo Kiyev" deb. Shunaqa yoshligimda bilmasdan, qiziqqandan da deb borib. Da desam, "Ладно, хорошо, готовься, мы через месяц пригласим" degan. Shundan keyin Abdishataga qaytib kelganmiz jamoa bilan. Yuribmiz, degan keyin bir oydan keyin o'zimizni Bishkekda turnir boshlangan. Turnir boshlanib, turnirda o'ynayotsak, kech payt уже bir odam kirib keldi, Abdishataning katta odami. Nima qilyapsan? Уже biz bu nima aeroportda, bu Olmaotaning aeroportida bo'lishimiz kerak, uchib ketamiz. Уже hamma zaranniy olib qo'yishgan degan. Menga aytib qo'yish desa, aytib qo'yishmagan ekanda. Men bilmasdan uni yuraveribman, shundan keyin davay deb keyin u payt shab sumkani olib bolalar xohlagan narsalarni solib qo'yishib, men shunday uydagilarga telefon qilib, dadamga telefon mashinaga ketyapman desam, dadam ishonmay qo'ygan вообще. Ishonmay, "Bo'pti-da, borsang boraver" deb ishonmay qo'ygan. Endi keyin shab ketib aeroportga borib, yerdan uchib kelganmiz. Uchib kelib, endi keyin o'sha Kiyevga uchib kelgandan keyin biz o'sha odamlar kutishib olgan, Dinamoning odamlari polniy mashinalarda, jiplarda kutishib rosa kutib, bazasiga olib ketgan.
Endi biz yoshligimizda unaqa yerlarni men ko'rmaganman-da. Borsam shu 5 etajlik baza edi ekan, shunaqa chiroyli qurilgan, yangi, Dinamoni katta znachoklari eshikda edi. Уже hali manda kirib keta olmaysizda u yerga, propisk bo'lish kerak, qo'lingizga propisklar beradi, ashlarni ko'rsatasiz охранникka. Hayratga soladi o'zini ko'rinishi bilan. Bunaqalarni men ko'rmaganman, действительно. Shnaqalarni ko'rsatib, endi kirasiz, polni kirganda hamma futbolistlarning rasmlari bor, veliki, Blakhin, Zavarov, Shevchenko, polni Dinamo o'ynagan kuboklari xonaga birinchi olib kirishgan. Shevchenkoning formasi ilinib turibdi, yerda polni kuboklar yerda kirib ko'rsatib tanishtirgan. Obedga tushganmiz, obedga tushsak ham hamma yo'q piyolasidan boshlab to'chinilar hamma yo'qda znachogi borda, Dinamo znachogi. Ularni ko'rib hayratda bo'lib, keyin уже yerda bolalar bilan tanishib, sekin birinchi rosa qiyin bo'lgan. Yangi jamoa bilan. O'rischani ham uncha bilmardim u paytlari, rosa qiynalib, balki yoshligimda ketganim uchun Abjatada hamma bilan yaqin bo'lib, u yoqqa borib endi begonalar Otanish muhit. O'rislar hammasi tushunmasdan, nima qilmasdan gaplar, yurishlari boshqacha, ularda nimasi poниманиялari boshqachada biznikidan. Mentalitet. Tushunchalari, ha. Men har kuni yig'larib uyimga jo'natinglar, meni uyimga yomon ko'p qiynalganman shunda. Uyimga jo'natinglar deb, yo'q sen qolishing kerak, yo'q sen qolishing kerak deb bir 2 oychami qiynalganman boshida. Futbol orqasidan qaysi mashhur jamoalar bilan birga o'yinlarga tushishga muvaffaq bo'lgansiz? Unaqa ko'p komandalar bo'lgan, dajimo sborniy bilan ko'p bo'ldi. Ukrainada Xorvatiyalarga borib o'ynaganmiz, Turkiyalarga borganmiz. O'ta ko'p jamoalar bilan o'ynaganmiz. Endi asosiy Ukrainaning o'zining ichida chempionat bor, shuni o'ynaganmiz. Yoshlikdan qaysi futbol jamoaga muxlislik qilardingiz o'zingiz? Men Liverpool nimada Turkiyada Milan bilan o'ynagan Liga Chempioni finalida Liverpool yutganda shundan berib valid qilaman Liverpoolga. Liverpool jamoasiga. Yoshligida futbol jamoalari bilan o'ynaganda qanaqa qiziqarli voqealar yodingizga tushadi? Qiziqarli voqealar endi aytsam, futbol o'ynamasdan mana Jashti Qalqaltin o'zimizning komandamiz Liga Chempionida o'ynaganda O'shti stadionida. Shunda Ammandi klubi bilan o'ynagan. Ana shu mahalda ham bunda juda qiziqish katta edi ekanda. 3-4-sinfda o'qir edi. Ammandi futbolistlarning oldiga borib, bir korobkani topib kelib, shulardan avtograflar olib, juda qiziq ishlari ko'p bo'lardi buni. U yosh bolaning xayoliga kelmaydigan ishlarni topib qilar edi-da bu. Olib borib haligini shkaflarimizga qistirib qo'yib, shunaqa ishlarni qilardi. Futbolda ham juda chiroyli gollarni urardi bu. Через себя qilib, mana shu uzoqdan zamahlarni qilib juda chiroyli o'yin ko'rsatardi yoshligida. Ahlidan futbol orqali orttirgan do'stlaringiz haqida aytib bersiz. Qancha do'st orttirdingiz? Qanday do'stlar bilan tanishdingiz? Futbolda qayerga bormaylik, hamisha shunaqa do'stlar orttirib olamiz. O'yinga chiqqanda bir-birimiz bilan qattiq o'ynaymiz, chunki ularga ham g'alaba kerak, bizga ham g'alaba kerak. Shu o'yindan keyin ko'pi bilan gaplashib, ko'pi bilan bitta gostinitsalarda bo'lib qolamiz-da o'yindan keyin, shular bilan gaplashib, fikr almashasizlar. Fikr almashamiz. Sizlarda mamlakatinglarda qanaqa futbol, bizda masalan klubinglarda qanaqa, bizda qanaqa, bir-birimizga nima qilib, ko'pi bilan svязьlarim bor hozir. Mana Ukrainada do'stlarim ko'p, Rossiyada bor. Mana Indiyada o'ynaganman, Indiyada bor, Indoneziyada bor. Undan tashqari sborniyda o'ynagan, Filippinda, o'zimiz Germaniyada o'ta ko'p do'stlar bor. Hammasi bilan svязь aloqalarimiz bo'lib turadi, gaplashib turamiz, bir-birimizni tabriklab turamiz. Mana Aziyadan keyin rosa ko'p yozib, tabriklab, shunaqa svязьdamiz ko'p. Oxirgi yillarda Indiya, Indoneziya futbol jamoalarida to'p suribsiz-da, u yerlarda qanday bo'ldi? Endi Indiyaga borishimiz bir ajoyib qiziqarli bo'ldi. Bishkekdan samolyotga o'tirib,
shu Manipur degan shaharga uchib ketishim kerak edi. Undan keyin menda bilet primoy edi. Primoy bilet, undan keyin biz birinchi Kalkutta degan Bishkekdan Kalkutta degan shaharga uchib keldik. Men bilmasdan primoy уже samolyot to'xtasa, уже primoy edi-da menda. Primoy bo'lsa siraj chiqasida to'xtasa. Men уже chiqib ketib qolpanda. U samolyot shu Kalkuttaga keladigan, yerdan yarim odam chiqib ketadigan, keyin yana Kalkuttadan o'tirib, xuddi samolyot yana aynan Manipurga uchib ketadigan. Men uchib keldim deb turib chiqib ketaman. Kalkuttani ham bir aylanib oldingiz. Aeroportda yursam alinaqalar gapirishyapti, Isroilov deb nima qilib anglizchalar meni oldimga militsiyalar kelib, qani pasportingni men bersam, sen yana uchib ketishing kerak ekan deb nima qilib. Hamma seni istayapti, qani Men istayver samolyot to'xtab qoldi. Men ulardan anglizchani uncha bilmardim u paytlari. Men bagajim qani deb ulardan bir bagaj to'rsada urushib yurdim. Lekin yana chiqsam yana o'tirgan odamlarim yana samolyotning ichida o'tirishdi. Ya'ni yerga yana o'tirib, ular ham nima qilib kulishib, men istayotganim, meni istashayotganini bilib, Manipurga uchib ketdi. Endi Indiyaga borsak, odamlar Manipur degan yerga bordim. Bu yerda faqat inglizcha gaplashishar ekan. To'liq inglizcha gaplashishga, men ham anglizchalarni o'zicha nima qilib, bu yerda bar mentalitet hamma yoq boshqacha ekan Indiyada. Shu odamlari sodda, shunaqa jamoa, yaxshi jamoada o'ynadim. Prezidentlari, trenerlari, bolalari juda podдержка qilib, tilini bilmasam ham doim haligi tushunmasam ham tushuntirishga harakat qilib, qo'llari bilan tushuntirib, futbolda tili bitta deydi, to'p deydi. Shunga to'p orqali eplab bir-birimizni tushunib o'ynab keldik. Demak, Indiyada ham Qirg'iziston futbolini hurmat qilishadi. Albatta hurmat qilishadi. Ular bilan biz natsionalniy nimada ham o'ynaganmiz. Indiyaga birinchi borib 1-0 yutkazib kelganmiz. Как раз отборочный Aziyaga chiqayotganimizda. Uyimizda 2-1 yutib oldik. Shunday gruppamizdan Indiya bilan biz Aziyaga bordik. Ahmadin, futbol o'ynayotgan jarayondagi ham bir qiziqarli voqealar duch keladimi sizlarga? Endi haligi futbol bo'layotganda bolельщиклар ko'p bo'lganda bir-birimizga baqiramizda. Doim bir-birimizga podskaz berib turishimiz kerak-da. Baqirsa noto'g'ri tushunishib oladi-da. Masalan, orqangda desa u orqangda desa bitta kasaniyada sizga qaytarib berish kerak. U orqangda desa shab to'xtatib turib oldashga kirib ketib qoladi-da. Nega men senga aytdim, orqangda desam eshitmabman dedi-da. Shunaqa momentlar ko'p bo'ladi. Haligi hakamlar ham bir xato qilib ham qo'yishadimi? Hakamlardan bir ayb bo'ladimi? Hakamlarda ko'p ayb bo'ladi. O'zi hamma ayb shu hakamlarda bo'ladi. Endi hamma futbolda hamma odam shunga hamma ошибка qilib qo'yishi mumkin. Bu millionlar o'yini, million xil voqea yuz berishi mumkin futbol o'yinida. Indoneziyaga qanday borib qoldingiz? Shu Indiyadan keyin menga Indoneziyani jamoasi kontrakt predlagat qildi. Yaxshi nima komanda edi ekan. Bordim yerga. Ularga ham qiziqarli-da bormagan yeringizga borish. Borib davlatlar ko'rasiz. Odamlarini bilgis keladi lekin. Indoneziyada musulmon davlat ekan, o'ta namozlarga berilgan bir ajoyib e'tiqodli insonlar ekan. Men u yerda nima desam bo'ladi, mazza qilib yurdim-da. Imенно odamlari, trenirovkalarda ham, lekin havolari o'ta issiq. Уже ertaman 8 da trenirovka boshlanardi. Уже polga chiqsangiz, уже terlar oqib, уже juda issiq yerlar. Masalan, necha gradusgacha issiq ekan? 35 ashnaqa, уже 8 da boshlab уже isib ketardi. Indoneziya, Indiya, Ukraina futbollari bizni futbollarimizga qanday o'zini prinsiplari bilan, strategiyalari bilan farq qilishini ko'rdingiz? Aziyada masalan ko'proq masalan Indoneziyada, Indiyada ko'proq trenirovkalar nima desam bo'ladi? Silovoy trenirovkalarda Jismoniy harakat. Jismoniy, chunki bunday Aziyaning mentaliteti shunaqaki, только yutish kerak-da, любым способом только yutish kerak. Shunaqa. Shunga uncha nimalar yo'q, masalan, taktik nimalari uncha yo'q. Только mashi silovoy, mashi tepib, mashunday ko'p yugurish kerak, ko'p qochish kerak. Yevropaning futboli ancha biznikidan farqlanadi. U yerda ko'proq o'ylash kerak, ko'proq taktikda, trenerning ishi ko'proq. Shunaqa taktikada tomondan o'ta kuchli Yevropaning futboli. Osiyo o'yinida siz Angliya futbolini ko'rsatdingiz deya olamizda. Bu trenerlarda ajoyib o'zini
strategiyalari orqali bir ajoyib qiziqarli o'yin ko'rsatdilar. Haqiqatan ham muxlislar kutmagan edi. Juda ham bizga qiziqarli bo'ldi. Bu futbolda hayajonlarimiz eng cho'qqiga chiqdi-da. Treneringiz haqida, murabbiyingiz haqida, milliy jamoamiz murabbiyi haqida aytib bersangiz. Alexander Sergeyevich Kristinin u yosh murabbiy Krasnodardan. Shu birinchi Qirg'izistonga kelganda u Neftchiga trener bo'lib kelgan. Shu Neftchini chempion qilgan trener. Keyin shu sekin-sekin bora-bora shu nasionalniy sborniyda oldi. Shu 4 yil bo'ldi olganiga. Shu kelgandan beri shu futbolni, Qirg'iziston futbolini o'zgartirib yubordi desak ham to'g'ri keladi, chunki boshqa narsalarda olib keldi-da. U kelgandan o'sish paydo bo'ldi, qandaydir futbolga bunday seriozniy qaraydigan bo'ldi. Haligi Rossiyadan kelganligi uchunmi bilmayman, haligi как есть gapirishni boshladi-da. Bizga manaqa kerak, manaqa bo'lmasa bizda o'sish bo'lmaydi deb mana shu o'zini gapida qattiq turib, shunaqa bolalarni to'plab, shunaqa usloviyalar qilib beringlar menga, xudo xolasa Aziyaga olib chiqaman degan o'yda shunaqa nimalarga menimcha ko'p zaslugasi ham bo'ldi desak bo'ladi. Trenerlar qattiq qo'l inson bo'lsa kerak. Talabchan. Talabchan Nima menimcha. desam bo'ladi? Trener unchalik ham qattiq emas, chunki trener haligi biz bilan o'ta yaqin, trenirovkalarda pressaga действительно qattiq bo'lib nima qiladi, lekin komandani ichida bo'lganda Juda ham inoq. Bizdan bittasi desak ham bo'ladi, inoq, hamma bilan gaplashadi. Oilangda nima, masalan, birontaning настроенияsi bo'lmasa, trenirovkada yaxshi qilmasa, chaqirib, u bilan gaplashib, nima bo'lyapti, oilang yaxshimi deb поддержка qilib, psixologически yordam beradigan trener. Murabbiyingiz ana shu hurmat qiladigan jihatlari, xislatlari, qaysi xislatlari siz yodingizda qoldi? Uning uchun avtoritet yo'q-da, masalan, komandada u ko'p o'ynaganmi, qanaqa yutuqlarga erishmagan, ajratmaydi. Masalan, aytganini qilish kerak. Shu xuslati birinchi yoqadi, chunki nima desam, открытый-da, Ochiq inson. Ochiq inson mana shu aytdimi bo'ldi-da. Berilgan vazifani bajarsiz, hurmatini qozonasiz. Подстраиваться qilmaydi-da shu. Есть я, men главныйman, и bo'ldi. Mana shunaqa trener. Shuning uchun hamma уважать qilib, mana shu sborniy har bir bola maksimalna trenirovkalarda berilib, hech kim balki поведениялар нарушать qilmaydi. Endi futbolda, dunyo bo'ylab futbol olamida yurish juda ham qiyin kechadi-da. O'z yurtingizdan doim futbol o'ynash bu oddiy holat. Lekin boshqa mintaqaga borish, uni ob-havosi, uni soati o'zgargan bo'ladi. Futbol jarayonida, mana Osiyo Kubogigacha bo'lgan jarayonda qanday qiyinchiliklardan o'tdinglar? Qiyinchiliklar nima desam, qiyinchiliklar ko'p bo'ldi. Albatta, u Aziyaga borguncha biz ko'p o'yinlar o'tkazdik. Kimdir travmalar, seriozniy travmalar, mana bizning kapitanimiz Azamat Baymatov travma olib qoldi. U ham yordam berardi Aziyada. Shu Viktor Mayer, основной o'yinchilar 2-3 tasi travma olib qoldi. Ko'p o'yinlar o'ynadik, yutdik, yutkizdik. Bu futbolda har xil o'yinlar bo'lib qoladi. Birorda siz omadingiz nima bo'lib, o'yinlaringiz chiqib zo'r o'ynaysiz, birorlarda bo'lmay qoladi, har xil bo'lib qoladi. Lekin unga qaramasdan hammamiz bir-birimizga yordam berib, bir-birimizga поддержка qilib, qanday aka-uka bo'lib, shunaqa hammamizni bitta zadachada shu Qirg'izistonimizga shu podarka qilaylik deb shunaqa o'yda hammamiz bordik ashirga. Nasib opa, Ahliddinda o'ziga yarasha do'stlari bor. Mana bilamiz, uylangan, farzandni otasi, bir farzandi bor. Mana shu farzandida ham qiziqish bormi? O'g'il farzandi bor Ahliddinda. Hozir 1 yoshi 4 oylik bo'ldi. Akbarjon. Akbarjon 9 oyligida hali yurmasdi, qo'ltig'idan ushlab yettalatsak, уже futbol nima, to'p tepasida. Hozir bo'lsa bemalol to'pni bersak, chap oyog'i bilan dadasiga o'xshab chapaqay bemalol olib boradi-da, to'pni-chi tepib ketaveradi. Ya'ni hamma o'yinchoqlardan только to'pni yaxshi ko'radi. Har xil, kichkina bo'ladimi, katta bo'ladimi, futbolni bo'ladimi, Bo'lsa bo'ldi. to'p bo'lsa bo'ldi. Demak, yosh Ahliddin yana tayyor. Tushunarli. Ahliddinda mana do'stlari kelib, bir hol-ahvol so'rab, mehmon bo'lib,
magistr. Oilalar do'stiga aylanib qolgan insonlar haqida aytib bersangiz. Ahliddinda sport shunaqa narsa ekan, juda ko'p do'stlar orttirar ekan, tanish bilish, haligi sport odamlarni biriktirar ekanda. Shuning uchun Ahliddinda ham juda ham do'stlari ko'p. U katta bo'lami, kichkina bo'lami, o'zidan, yoshidan demoqchiman. O'zini tenglarimi, hammasi do'stlari deb hisoblaymiz. Endi o'zini jamoasiga kelsak, misol uchun to'ylariga kelishgan yo'q demay, bolalar kelib juda chiroyli qilib to'ylarni birga o'tkazdi. Mana shu O'shga kelib o'ynashganda, shunda ham bolalar hammasi bizga kelib bir mehmon bo'lib ketishgan. Bishkekka o'zimiz futbol ko'rgan borganda unda bir kelib mehmon bo'lib ketishdi. Bu bolalar ham bizni rosa yaxshi tanishadi. Biz ham ularni taniymiz. Televizorda ko'rsak ham o'zimiz bolamizga suyungandek suyunib ketamiz. Undan tashqari o'zimizni Qorasuvda oldin o'ynagan bolalar ham shu ko'cha-ko'chada so'rasa ham xursand bo'lamiz. Har doim kelishsa uyimiz do'stlariga to'lib ketadi. O'zimiz Qorasuvda ham. U yoshlari ham keladi. Yine katta veteran oq oltin deyapmiz. Ular обязательно kelib har doim mehmon bo'lib ketishadi-da. Uyimiz to'lib ketadi. Har kelganda uyimizda mehmon ayrilmaydi. O'qitgan o'qituvchilari Ahliddinda ko'rib faxrlanib, bironta bir o'qituvchisi kelib sizga bir suyunib, "Meni o'quvchim, qarang shunday yetuk inson bo'ldi" deb murojaat qilganmi? Sport bilim olishiga xalaqit berdimi, bermadimi? Maktabda ham yaxshi o'qigan. Lenin, biz o'zimiz Qorasuvda Lenin maktabda o'qigan. Birinchi o'qituvchisi Ra'no Sadiqovna edi. Hozir u o'qituvchi ishlamaydi. Keyingisi Erkayim Tursunaliyevna. U o'qituvchisi har doim ko'rsa, "Meni balam jur'atmi? Meni o'g'lim yaxshimi?" deb постоянно so'rab nima qiladi. Mana shu kecha kelganda ham juda ham o'sha Lenin maktab chiqib juda chiroyli qilib kutib olishdi. 5-6 klasslar hammasi tizilib qutlaqlaymiz deb direktor, zavуч hammasi chiqib, "Это наш ученик, это наша гордость" deb juda ham xursand bo'ldi. Конечно, biz ham xursandmiz, что ular bizni bolamiz bilan faxrlanganiga. Shukrullo aka, Ahliddin mana birinchi golni urgandan keyin hamma xursand bo'lib ketdi, otasiga rahmat deyishdi-da. Shukrullo aka qo'ni-qo'shnilar bilan bu o'yinda butun Qirg'iziston muxlislik qilib turdi. Ana shu o'yin bo'layotgan har uchala o'yinda ham Xitoy bilan o'ynaganda ham, Koreya bilan o'ynaganda, Filippin bilan Birlashgan Arab Amirliklari bilan o'ynab turganda ham butun Qirg'iziston ko'chaga chiqib tomosha qildik-da. Shu jarayonlar sizda qanday hissiyotlar o'tdi? Endi bu Aziya birinchiligida o'ta o'yinlar kuchli bo'ldi. Podgruppa ham o'ta kuchli edi. Koreya bor edi, Xitoy bor edi, Qirg'iziston bu yil juda yaxshi qatnashdi. Bu gol urgan o'yinda hamma endi uni aytishni ham iloji yo'q, qiyin bu. Keyingi o'yinda ham birinchi golga pas berdi. Undan keyin 3-o'yinga Filippin bilan ham o'yinga pas berdi, birinchi golga assistentlik qildi. Har bir o'yinda rezultat ko'rsatib turdi. Biz juda xursand bo'ldik. Ayniqsa Qorasuv xalqi hammasi tabriklab, o'yinlarni ko'rib juda xursand bo'lishdi. Keling, Ahliddin, ana shu Osiyo o'yinlariga o'taylik. Bu o'yinlarda sizda juda ham hakamlar qanday baho berasiz hakamlarning hakamligiga? Ko'p bizda muhokamalar bo'ldi. Mana Shukrullo aka qoldaversak, barcha muxlislaringiz, qirg'izistonlik muxlislar, dunyo bo'yida tomosha qilib turgan boshqa xalqlar ham muxlislik qilayotgan bo'lganini biz tomosha qildik-da. Ana shu paytda hakamlarning baholariga qanday baho berasiz siz? Endi o'yin bo'layotganda albatta biz g'azabimiz keladi, hakam mana 50-50 bo'lgan yerlarda ham sopernikka berib yuborgan paytida bu o'yinni nima qilib qo'yadi-da, qandaydir buzib qo'yadi-da. O'sha endi оборот olayotganingizda svistok berib 50-50 bo'lsa ham sizga protiv berib tursa, bu qiyin-da, u doim ashunday qilib turaversa. Lekin o'yindan keyin razdiyolkaga kirganda hamma unutiladi o'sha. Ashunga biz futbolistlar hech ham sudya aytdimi, sudya svisnu bo'ldi-da, o'sha o'zgartira olmaysiz bu narsani. U aytdi bo'ldi, lekin borib urishib janjal qiladigan bo'lsangiz, to'liq o'zingizga xushi bo'ladi, kartochkalar bilan qiynab qo'yadi-da. Keyingi o'yinda o'sha основной o'yinchi chiqmay qolishi mumkin, chunki ikkita kartochka olib bo'lmasa primoy krasnoy olib, keyingisida o'sha наоборот komandani podstavit qilib qo'yishi mumkin. Shuning uchun biz sudyalar bilan unaqa sporlashmadik, chunki
ularda ham qarab o'tiradigan odamlar bor, ularning ustidan qarab o'tiradiganlar bor. O'yindan keyin ashlar уже ularga diskvalifikatsiya berib, yo bo'lmasa уже keyingi o'yinlarda sudit qildirmay qo'yishadi, shunaqa. Birlashgan Arab Amirliklari bilan o'tgan o'yinda mana tomosha qilib o'tdik. Hakam bir ismi ham g'alati inson ekan, Fu ekan. Bu qancha bizga qo'l tegan yerlarda unamadi, kartochka ko'taradigan yerda ko'tarmadi, ko'tarmaydigan joylarda kartochka ko'tardi. O'zi yiqilib olgan simulyatsiyalarni ham qabul qildida. Bunga qanday baho berasiz? Endi nima desam, Aziyada har bir o'yinni biz hamma bolalarimiz dastoyna o'ynadik. Bor kuchimizni berdik. Shunga biz sudyani ishini biz hech narsa deya olmaymiz. Uni boshqa ko'rgan odamlar, zarubejdagi odamlar, mana biz Qirg'iziston xalqi hamma ko'rdi. Shunga biz sudyani hech nima qila olmaymiz. Bu safar mezbonlarning hurmati bor, ularga g'alabani berdik, lekin tomoshabinlar, muxlislar tomonidan sizlar xalq g'alabaga olib kelgan insonlar qatori sizlarni biz qadrlaymiz. Ahliddin, ijtimoiy tarmoqlarda agar e'tibor bergan bo'lsangiz, bir yosh yigit, 6 yashar bola, Amirbek agar Amirxona, shu bolani baqirganini ko'rdingizmi? Shunaqa jon berib baqiryaptiki, hattoki yig'lab ham yubordi. Qarang, butun Qirg'iziston ahli, nafaqat Qirg'iziston, dunyo ahli sizni tomosha qildi. Sizga nima deydi, balet qildi. Hammani qalbida faqat g'alaba. Mana shu narsalar juda ham insonlarni hayajonga soldi. Albatta g'alaba bilan keldingiz. Biz juda xursandmiz. Endilikda kelajakdagi rejalar haqida aytib bersiz. Endi ko'proq takliflar tushayotgandir. Mana Indoneziyalarda o'ynagan ekansiz. Endi qayerlardan takliflar tushyapti? Bizning futbolimiz yana qayerlargacha yetib boradi? Takliflar faqat menga emas, u yerda ko'p o'yinchilar o'zini chiroyli ko'rsatdi. Mana Qirg'izistondan почти hamma komanda o'zini yaxshi ko'rsatdi. Shunga takliflar faqat menga emas, hamma jamoaga bor. Xudo xolasa mana yaqin kunlarda hamma aniq bo'ladi. Hozir hammasida переговорlar ketyapti, hamma kelishyapti, agentlari ishlashyapti. Shunga xudo xolasa yaxshi jamoalarga ketish umiddamiz hammamiz xudo xolasa. O'yinlarga kelsak, xudo xolasa mana уже martda ofitsialniy o'yinlar boshlanadi sborniyda, keyin sentyabrdan отборочный chempionat mirga boshlanadi. Xudo xolasa shu jamoa xudo xolasa chempionat mirda o'ynashga nima desam bo'ladi? Kuchi yetadi, xudo xolasa shunga harakat qilamiz. Shunga bor kuchimizni beramiz, xudo xolasa. Albatta Qirg'iziston jamoamizni jahon chempionatida kattadan katta g'alabalar olib kelishini biz intiqib kutib qolamiz. Sizlarga kuch, quvvat, omadlar, ko'p omadlar tilab qolamiz. Va albatta Ahliddin o'zini tomoshabinlariga, o'zini muxlislariga tilaklarini, sevinchlarini izhor qilsin, marhamat. Я благодарен каждому кыргызстанцу по отдельности за переживание, то, что было на чемпионате Азии, как болели люди нашей страны, мы все это чувствовали, мы благодарны всем, каждому из вас, Xudo xolasa kelajakda yana ham katta yutuqlarga erishamiz degan umiddamiz, chunki это только начало, и футбол в Кыргызстане жив и будет жить. Надеюсь, что, как и наш господин президент обещал, будут построены новые стадионы. Надеюсь, в будущем будет такое поколение, которое будет достойно показывать нашу страну на чемпионате Азии, на чемпионате мира. И вырастут такие дети, которые будут похожими на великих футболистов, которые играют на высоком уровне. Hurmatli muxlislar, bizni ijtimoiy jamoamiz ham bunday yutuqqa befarq qaramadik. Albatta o'zimizda kamtarona sovg'amiz bor. Marhamat qilib mana shu sovg'amizni qabul qilsangiz, Nasiba opa. Albatta bizga ajoyib futbolchini yetishtirib berganinglar uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hamda Isroilovlar oilasi Shukurullo akaga vatanparvar xalq uchun jonini fido qilgan farzand yetishtirgani uchun Intimo teleradio kompaniyasi jamoatidan sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz.
studiyamizda ko'rganimizdan, Munavvar kun dasturida sizlarni ko'rganimizdan xursandmiz, xush kelibsizlar deymiz. Hamda hozirda arzimas sovg'alarimiz bor. Ahliddinga ham hamisha baquvvat bo'lib, omad keltirib tursin. Mana ushbu krujkamizda Va choylarni ichib, dildagi so'zlaringizni, gapirolmagan so'zlaringizni, ayta olmagan so'zlaringizni mana shu daftarga yozib qoldirasiz. Sizga xotira bo'lib qolsin. futbolchilarimiz rejali ish bilan yurishadi. Albatta bu bizning arzimas sovg'alarimiz sizlarga asqatishini tilagan holda hamda muxlislaringizga hamisha endi imzoyingiz qo'lib yurasiz. Ruchkamizni hadya etamiz. Intimaq teleradio kompaniyasi jamoatchilari sizlarni o'z ko'rsatuvida ko'rgandan xursandmiz. Hamda ushbu Значокlarimiz ham bor. nishon belgilarimiz bor. Nasib opa, mana shu sizga. Shukrullo aka, ajoyib sportchimizni otasi sifatida sizga shaxsan o'zingizga. Xo'sh. Buni taqib qo'ysak. Ahliddin, Qirg'iziston futbolimizni yuksaklarga ko'targaningiz uchun ushbu ko'krak nishoni bilan sizni taqdirlasak, ruxsat bersangiz, o'z qo'lim bilan shaxsan taqib qo'ysak. Nasib opa, Shukrullo aka, judayam katta minnatdorchilik bildiraman shunday insonni voyaga yetkazganinglar uchun. Men ham o'zimni kichkina sovg'amni Intimaq kompaniyasiga bermoqchiman. Bu futbolka meni birinchi katta futbolga qadam bosganimda ash futbolkani kiyib birinchi ofitsialniy o'yinda o'ynaganman. Judayam yaxshi, rahmat Munavvar katakon. kun dasturining sovg'alaridan eng qadrlilaridan biriga aylanadi. Ushbu Albatta. futbolka o'z tashakkurimizni bildiramiz. Studiyamizga xush kelibsizlar deymiz. Shukrullo aka, Nasib opa, mana Ahliddinning muxlislariga o'zingizlarning dil so'zlaringlar bo'lsa, marhamat yo'llab qolishinglar mumkin fursatdan foydalanib. Men shu fursatdan foydalanib birinchi Ahliddinni mana Qirg'iziston sbornisiga chaqirgan, taklif qilgan G'ulomjon Anarboyevga o'zimning eng katta rahmatlarimni aytaman. Asha odam sababli Qirg'iziston sbornisiga mana bundan 6-7 yil oldin chaqirishni boshlagan o'sha odamga katta rahmat. Keyin rayon hokimimizga, Tilay Mirzaga, shahar merimizga kattadan katta rahmat. Undan tashqari barcha Qorasuv xalqiga, futbolistlarimizga hammasiga o'z rahmatlarimni aytaman. Doim shunaqa balet qilib yuringlar. Bizning dasturimizda ishtirok etganingiz biz uchun juda ham quvonarli bo'ldi. Albatta studiyamizga xush kelibsizlar deymiz. Munavvar kun dasturida tashrif buyurib, dasturimizda ajoyib qiziqarli dastur tomoshabinlarga, o'z muxlislaringizga hadya etganingiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Aziz Munavvar kun dasturi muxlislari, qolaversa Qirg'iziston futboli muxlislari, o'ylaymizki, barchangizga ajoyib bir qiziqarli dastur hadya eta oldik. Kelgusi dasturlarimizda yana sizlar bilan yuz ko'rishguncha xayr, salomatda qoling deya xayrlashib qolamiz. Salomat bo'ling azizlar.